Tez o'rningizdan turing. Atigan soat 6da siz texi qo'ng'iroqlik soatni to'xtatmasdinlar. Ishingizda bir narsa sizga hozir texi atigan kun texi yo'rimidi. Talo ham bak sovuq bo'ldi yetiva deydi. Charchashdan og'rib ketgan muskullaringizning harakatga o'sganmaydi. Ham cho'mingizning harakat qilishga buyruq berganini anglamagan bo'lib olishga tirishadi. Ishingizdagi ilk sada sizni qo'ng'iroqlik soatning yana birdam uxlash knopkasini besib, uyqu dunyosiga qayta g'arq bo'lishga kuch ko'rdi. Lekin siz uning gapini anglamasligingiz kerak. Siz anglagan bu sada faqat sizning tunji inkosingiz. Shundaq bo'lg'achqa siz qo'ng'iroqlik soat orqali o'zingizni uyg'otishga uringan. Shunga o'rningizdan turib yerga dassan, ham qayta uxlash niyatida bo'lmang. Chunki bizning qiladigan muhim ishimiz bor. Hayotlik dunyosiga cheniqish uchun kelganligingizni qarshi olamiz. Siz har kuni to'g'ri yo'lni tanlamdim yoki oson yo'lnimi degandan iborat mana shunday qiyin tanlash qilish kelasiz. Balkim ko'z oldingizda menish intayin oson bo'lgan 10 ming xil yo'l bor bo'lishi mumkin. Lekin siz muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishni o'ylaysiz, unda siz cho'qim to'g'ri qaror chiqarishingiz kerak. Siz cho'qim keskin holda o'zingizga rohat tuyulgan, lekin sizni manzilingizga yetkazolmaydigan osh xato tanlashlardan voz kechishingiz kerak. Bo'ladi mana bu birinchi kun. Bundan keyingi kunlarda